Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 18-mart 2025-yil. Bu videomuz Zo'rindan Malibu bir qarab yurgan insonlar uchun bo'ladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 turibdi egalaridan sotib berara. Mashinamiz 2012-yil ekan, kraskalar 100% toza ekan. Farning holatlari ham zo'r turibdi. Ko'p yurgan Malibular shunday saralib keladi. O'zingiz bilasizlar. Zo'r turibdi buning sostaniyasi. Kapotdan boshqa yerlari yo'q. Mashinamiz cho'qa rangda bo'ladi. 2024-yilda 4 tane toza balon bilan metan gaz ustanovka qildim deb turibdi egalari, shundan bezib yurgan ekan. Tonirovka razрешениялari bor ekan, yil oxirigacha 25-yil noyabrgacha tonirovka razрешениялari bor ekan. Mashina ikkinchi pozitsiya ekan. Shunday holatda mashinamiz yurgan kilometri 44.000 kilometr. Mashina zo'r sostanada. O'zim ham haydab ko'rdim. Hadoylardan ish yo'q. 4 balon toza, metan gazlari bor. Ramon egani mashina. Shunday holda turibdi. Dinani azashib ko'rsatsa ham bo'ladi berlarni. Tak, bo'ladi, dakatga bo'ladi. İşletilmeyen bo'lsam kerak deb o'ylayman. İşletilmeyen dakatkasi. Tak. Mashina eshiginin shu eshigida ozgina kir chiqib bor. Boshqa yerda aybi, defekti görmedim. Xo'sh, narxına keladigan bo'lsak, bu mashinamiz narxini 160 milyon so'm dedilar. Bitar bahası lekin. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Kim shu mashinamiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol bog'lanib kelasizlar, egasini chaqirtirib ko'rsatamiz. Mashina tashlab ketmaydilar, haydab ketadigan bo'libdi egalari. Biz bilan aloqaga chiqsangizlar, egasini chaqirtirib ko'rsatib mumkin mashina. Mashina Bog'ot tumani. Bog'ot lider salonda reklama alanib turibdi. Bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Spark, Cobalt'lardan variantlar ko'p, mexanik avtomat, Matiz, Nexus 2, Gentra, G-Tower, har turday avtomobillar bor bizda. Xohlasangiz avtokredit, barter xizmatlari ham bor. Yetmaganlar 1-2 oy turib berish xizmatlari ham bor. Bu mashinaga egadan naqd pul sotiladi. 160 milyon so'm. Ekranda telefon nomerlari qoldiramiz, bemalol bog'lanaverasizlar. Hamma esimizda qolamiz.